Xudoy taolo muborak kalomida qaysi bandalarini darajatini baland qilishligini aytib o'tyapti. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu ma ta'maluna khabir. Alloh tabaraka va taolo aytayaptiki, Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm berilganlarni darajalarini ko'taradi deyapti. Xudoy taolo muborak kalomida qaysi bandalarini darajatini baland qilishligini aytib o'tyapti. Xosatan bular kim ekan? Ilm egalari ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta olimlar bular anbiyolarning merosxo'rlari dedilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytadilar, ulamolarni yaxshi ko'rishlik bu diyonatdir deydilar. Iymon ishi, vijdon ishi deydilar. Shuning uchun ularni hurmat qilishlik bu payg'ambarlarni hurmat qilishlik ekan. Ularga odobsizlik qilish, ularga aziyat berish payg'ambarlarga odobsizlik, aziyat berishlik deydi.